Ko'pchilik bu dunyoda aka-ukalik tushunchasini umuman tushunmaydi. Hozir bu dunyoda ishonchli do'st topish o'ta qiyin tasodif. Lekin Alloh senga aka yoki uka berdimi, xursand bo'ling. Chunki sen shunaqa do'stni izlamay turib topibsan. Bu dunyoda aka-ukangdan yaqin, joni achiydigan do'stni topa olmaysan. Shuning uchun men bunaqa ne'matni qadrlamaydiganlarni umuman tushunmayman. Mani ukam bor va men o'zimni bu dunyodagi eng baxtli inson deb bilaman. U menga nima qilib berishi bilan emas, usiz hayotim naqadar zerikarli bo'lishini tasavvur qilsam, Allohga shukr menga shunaqa uka bergan deb shukrlar aytaman. Men unga nimadir sovg'a qilsam, ishon, men o'zim nimadir olgandan minglab marta ko'proq xursand bo'laman. Men tasavvur qila olmayman, nimaga aka-ukalar birga bir ishni qilishmaydi, nimaga birlashishmaydi, nimaga aka-ukalar bir-biridan uzoqlashadi. Axir aka-uka bir joyga bir mushni ursa, любой ishni qilishadi, любой ish o'xshaydi. Tushunish kerak, aka-uka o'rtasida saniki meniki emas, bizniki degan narsa bo'lishi kerak. Chunki Alloh qaysidiriga bersa, ikkinchisini rizqini qo'shib beradi. Men ukamni shunchaki hayotimda borligidan xursandman. Chunki uning ko'zlarida bolaligimdagi xotiralarim, quvonchlarim, azoblarim, otamning nigohi, onamning kulgusi bor, haqiqiy ishonch bor, sadoqat bor. Nima bo'lishidan qat'iy nazar aka-uka birlashish kerak, xarakteri to'g'ri kelmaydi, dangasa, gapimni quloq solmaydi demang. Alloh birga bo'lsangiz, rizqingizni barakali qilib beraveradi. Bu videoni aka-ukalarga jo'natib qo'ying, bilishsin bu ne'mat aslida qanaqa kuch ekanligini. What could I say?